Mana xo'rozni giganti bedanaga nashani urug'ini bersang, yaxshi sayraydi deb aytishgandi. Bu qanchalik to'g'ri? Siz kelishingizni ham hojati yo'q. Biz siz uchun mana Qoraqamish qush bozoriga kelganmiz. Barchaga assalomu alaykum. O'sha mashhur Akrom dodam oldilariga kelib olganman. Zo'rlarini olib chiqibdilar. Doda, bir savolim bor. Italiya bedanasi bilan o'zimizning bedanani nima farqi bor? Farqi shundaki, o'zimizning bedanalar jaydari bedana. Ha. Kechasi kunduz sayraydi. Italiyaniki ham yaxshi sayroq bedanalar, odamlar Italiyaniki talab sal kuchliroq bo'lyapti. Shuning uchun hamma odam Italiyani bedanasini ko'p saqlayapti hozirgi kunda. Keyin inkubatorda ochirish ham, boshqa ham hammasi. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Yaxshimisiz? Hamma insonlar o'rganib ketdi hozir. Italiyani bedanasi narxi bizanikiga nisbatan 1-2 barobar ortiqroq. Bizani jaydari bedanalar eski ota bobomizdan qolgan bedanasi. Bu bedanalarni bir paytda go'sht yo'g'ida Alloh taolo yog'dirganlar. Shuning uchun buni makonlarni so'yib yemasdan iloji boricha qo'yib yuborish kerak, ko'payish kerak. Buni saqlashimiz kerak. Tabiatga. Tabiatda tozalaydi, parranda yo'dan chiqib keladi. Doda, ba'zi bir eski turg'unli yillardagi dodalardan eshitganmiz. Bedanaga nashani urug'ini bersang, yaxshi sayraydi deb aytishgandi. Bu qanchalik to'g'ri? Endi nashani urug'ini bilmadim endi. O'zimizda oq tarov jaydarini berib, o'sha beradigan tuxumini beradigan sabzilarni bersa o'zimizda yaxshi sayraydi. Tabiiy mahsulotlar. Tabiiy mahsulotlarni berish kerak. Nashani urug'ini berishni tavsiya qilmaysiz? Tavsiya qilmayman. Giyohlar bo'lgandan keyin, giyohga o'rganib qo'ygandan keyin u ko'p yil yashamaydi. Ha, o'rganib qoladi-da. O'rganib qoladi o'shanga. Ana nashani urug'ini bermanglar. Bedana ham o'rganib qoladi bunga deb aytibdilar. Sizda qanaqasi bor bu? Qani uchib ketmaydiganimi bu yana? Qani? Mashina shu bugun bir 50-60 ta kataydan bedanani olganman. Mashinadan mana kanallari butun mana. Gap yo'q. Mana kesilmagan. Ba'zi birlar doding kesib qo'yadi deydi. Mana. Ana. Tarodan. Ana bo'lmasa. Ana don. Mana. Ko'ringlar. Ana hurmatli operator ko'rsatib bering. Ana yeyapti. Kasal emas, sog'lom bedana. Lekin uchmaydi. Akrom dodamga mehr qo'ygan bedana ekan bu. Har qanday bedanani yerdan ushlasam ham shu bir marta shunday qo'limga olib ushlasam, o'sha bedana jon taslim bo'ladi menda. Ha, qoyilman. Sizda his qilar ekanda, ha? Boshqa odamga qo'lay bersang, qo'limdan olgan odam uchiraveradi mana. Kanallari butun mana bedanani. Mukammal mana. Yulingan joyi yo'q. Boshqa qilgan joyi yo'q. Mana. Namunizda mana Italiyani bedanasi bu. Yonimda turgan sayrab turibdi. Sayrab turibdi. Uni bahosi nechi pul? Bo'g'oz men Italiyanikini hali sotib boshqa qilganim yo'q. Padarkay berib ketishdi menga. Sizga? Sovg'a qilib. Men uni sotmayman ham, olib borib bir jiyanimga beraman. Ana. Mana. Sarvatganni ol. Mana shu 38 kunlik Italiyani bedanasi ekan. Ana. Zo'rdan zo'rlari Akrom dodamda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qiziqarli video tasvirlar Chorva Mix sahifasida bo'lib turadi. Do'stim mana kadr ortida do'stim kulyapti. Yanglishishlar bo'ladi-da Akrom doda intervyu jarayonida. Biz erta tongdan mana bozorga keldik. Mehnat qilyapmiz. Mana bu opto ta'sir qilyapti. Ilohim. Tansiqali xotirjamlik bersin, yurtimizga tinchlik bersin. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Hammani topgani yaxshilikka buyursin. Yurtboshimiz tinch bo'lsinlar, sog' salomat bo'lsinlar. Yurtimiz tinch, farovon. Mana
Kim nimani xohlasa istagan ishini qilyapti. Hech kim bilan birovning ishi yo'q. Hammani topganini yaxshi to'laga buyursin. Hammanglar qo'shganinglardan qo'sha qaringlar. Xonadonlaringizda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lsin. Kelgusi yil Ramazon oylariga bari bitilman yetib borish nasib berib aylagan bo'lsin. Menga o'xshab avara to'ylarni ko'rish nasib qilgan bo'lsin. El nazardan qolmaydi, yomon ko'zdan o'z saqlasin. Allohumma salli va sallim muborak alayhi rahmat. Allohu akbar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qiziqarli video tasvirlar Chorva Mix sahifasida bo'ladi. Tasvirimiz davom etadi. Mana zo'rdan zo'rlari akamizda bor ekan. Bular qanaqasi aka? Bular Maladoylar. Maladoy. Maladoy. Bahosini ayting. 250 mingdan 200 minggacha bor bo'pti. Maladoy sayrog'i zo'rmi? Kanareykanikimi? Kanadaga. Kanareykaniki. Olagan biz zapis olsa bo'ladi bu. Bulbul sayrog'imiz, shama sayrog'imiz Qani. Qani. Bularning bahosichi? Bular modeli 250 mingdan. 250 mingdan. Noyoblari bu yerda qaysi birisi eng oliftasi? Ishlaringiz ichida. Sizda qizil mi? Olib beringchi mana shu eng zo'ri deyaptilar. Bahosi nechi pul? 650 ming. 650 ming, ha? Bularni ham uy sharoitida ko'paytirsa bo'ladi. Bo'ladi. Buni kanareyka bilan sayrog'ida farqi nima rol o'ynaydi? Bularda guruhi sayrog' bo'ladi. Oddiy sayrog' qaraganda tag'arroq bo'ladi. Ham bunisi balandroq bo'ladi. Shunaqa qushlarni sayrog'ini eshitaman degan insonlar akamizga murojaat qilishingiz mumkin. Siz kelishingizni ham hojati yo'q. Biz siz uchun mana Qoraqamish qush bozoriga kelganmiz. Tasvirlarni like bosib, miriqib tomosha qilishingiz mumkin. Aka bu qanaqasi? Dubayskiya. Bahosi nechi pul? Hozir mana shu 50 franklin ekan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda bu bilan birgalikda mana olib bering, kanareykalar bor ekan. Kanareykalarimiz qanaqa? Bular narli. Aha. Pasta model ham bor. Pasta model. Bularni bahosini ayting aka. 250 mingdan. Sayrog'i zo'rmi? Ishonchli, ha? Ishonchli. Bularni uy sharoitida ko'paytirsa bo'ladimi? Qanchada ko'payadi? 14 15 kunlik rezultat beradi. Uni qo'yishni boshlaydi-da, ha? Oda tayyor bo'lsa 14 15 kunlik rezultat beradi. Taxminan nechta bola olish mumkin? 4tadan 5 ta topshiradi. 4tadan 5 tagacha. Bu pastning narxini hech bilmaymi, kichkina mitti boyini ham tasvirga olib bering. E'tiborimni tortib qoldi. Bu nechi pul? Bu qora boshdagi stolni juda ko'p. Aha. 500 mingdan boshlab 450 minggacha bor. Buni ham ko'paytirsa bo'ladi. Bo'ladi. Qiziqarli tasvirlar hali oldinda. Videomiz davom etadi. Like bosib, obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Raqam ham aytib qo'ying, ishqibozlaringiz. 99 818 62 Murojaat qilaverasizlar. Farqot akam zo'rlarini olib chiqdilar. Mana menga kaptarlarni ham tasvirini yoritib bering deb so'rardinglar. Mana. Aka ko'rsating. Mana bular qora qopqonlar. O'zimiz bezotlar bular. Bu bahosi nechi pul? Bularni jupi 1,5 million so'm. 1,5 million, ha? 1,5 million so'm. Bular mana kasbanlar. Mana o'yinchi tasmalar o'ta go'zal mana narm model. Bular nechi pul? Bular pari 1 million. Farqot aka bularni uyda, misol uchun nar modani sotib olsa, uy sharoitida boqish qiyin emasmi? Ko'paytirish juda ham oson. Dan suvini beradi bo'ldi. Qolgan hech narsa talab qilmaydi bu ishlar. qanchadan keyin buni parvozga qo'yib yuborsa bo'ladi? Qaytib keladimi? 4 kun, 5 kunda qo'yib yuborsa bo'ladi, bemalol. Iniga qaytib keladi, ha? Ha. Mana bular nemis zotlar. O'sti. Jupi 2 million so'm. 2 million. Ha, jupi. Parasi 2 million so'm. Nemis zotlar. Bular рабочий bilan ishlatiladi. Mana gulsarlar bor. Gulsarlar. Gulsarlar. Gulsarimiz nechi pul? Gulsarni bolalari bular peskullar. Buni parasi 1 million 200 ming so'm. Raqam aytib qo'ying. Aka.
tartarishga boshlariga. 33lik kodi. Kodi 33lik. 102 02 20. Murojaat qilaverasizlar. Mana bu yoqda ham bor kaptarlarimiz. Mana, qanaqasi kerak? Mana. Oqqonli. Akamizda zo'rlari ham bor ekan. Bu yovvoyi kaptar, a? Yo'q, bular. Bularni bahosi nechta? Bular Buni 300 mingdan. 300 mingdan. Mana bu noyoblari-chi? Bular qarasi 500 ming. Bir-biridan go'zallari chiqibdi. Qora qopqonlar. Qora qopqon. Mana 1 million mana bular. Novot qopqonlar. Novotlari 1 milliondan, a? Mana tasvirimiz davom etadi. Akamizda zo'rdan zo'rlari bor ekan. Bu qanaqasi aka? Gulbodon bular. Gul bodom, a? Bahosini ayting. 200 dollar kerak. Cheese Franklin deydilar. Uy sharoitida bular ko'payadimi? Ayi, bola berdi. Tuxumi bor hozir. Ha, ko'tarsan bor. Tuxumi bor ekan mana qarang. Menga shunaqa qushlarni, kaptarlarni ham tasvirini oling deb aytgandinglar. Mana biz siz uchun Qoraqamish bozoriga keldik. Kuzatishda davom eting. Mana. Oling. Aka raqam qoldirib qo'ying. 99lik. 82 93 Top ekan. Serob deydilar. Mana bularni ham olib bering. Mana xo'rozli giganti. Mendan so'rovdinglar. Zo'ri bormi deb. Mana. Bahosi nechi pul aka? 500 ming so'm. 500 ming so'm ekan. Chorva Mix obunachilariga kelishtirib beraman deyaptilar. O'tib beraman. To'g'rilari nechi pul? Hop, 400 dan 20 ming o'tib beraman. Murojaat qilaverasizlar. Akamizda nafaqat xo'rozlar, dekorativniy mana shunaqa qushlar ham bor ekan. Qirg'ovullar nechi pul aka? Hop, 4 million so'm mana bunisi. Ha, Mana bu Zalatoyga 2 million so'm qilib beramiz. 2 million. Qani Ha, o'tib beramiz, xudo xolisa. Mana shu kanaldan biz o'tib beramiz. 50 ming, 100 mingdan o'tib beramiz. Bularni boqish qiyin, murakkab Yo'q, joyi yo'qmi? yo'q. Bular o'zlari tabiatga moslashgan, turaveradi. Turaveradi. Qanchada ko'payadi bular? Bular xudo xolisa kelib qoldi, o'sha aprel oyida ko'payishi kerak. Nechtadan bolalaydi? Bitta bolalagan. Bitta qolganda 60-70 dan tuxum qo'yadi har bittasi. 60-70 tadanmi? Tuxum qo'yadi har bittasi. Voy, barakali jonzot ekan. Ana Faqat tuxumini olib qo'yish kerak, inkubatorga ko'payish kerak. Inkubatorda o'zi ochmaydi. Ya, o'zi ochadi. 12 10 ta qo'yib yotib oladi. Olib turish kerak tuxum. Bo'lsa yotib oladi. 10 ta 12. Inkubatorga qo'ysa yaxshi bo'ladi. 60-70 ta qo'yadi, ko'proq aylanadi. Ko'proq bola beradi. Sirlarini aytib ketyaptilar akamiz. Mana dekorativniy tovuqimiz nechi pul? Bu koreyskiy 400 ming so'm. 400 ming so'm. 400 ming so'm o'tib beramiz undan. Kelishtirib Ha, berasiz. 50 ming, 60 ming o'tib beramiz. Mana bu serami tovuqchi. Serami, ha? bu? Serami tovuqchi. Ana. Mana bular gamburskiy bular, gangurskiy. 40 ming so'm kerak. Asrlorplar bor, asrlorplar. Bormi? Asrlorp. Mana asrlorp mana. Qani? Nomerlarigacha mana. O, Asrlorp, tozasi rumin. bolamiz tushib qolmasin. Rumin mana. Rumin jo'jalari 40 mingdan qilib beramiz. Chorva kanalidan bo'lsa arzonroq qilib beraveramiz. Ko'p olsa Murojaat qilaverasiz. murojaat qilaverasiz. Nomerlar mana. Davom etamiz. Videoni like bosib oxirigacha kuzatib turinglar.